Nexia qidirib yurtdoshlarımizga Bog'ot avtosavdolarning birinchi filialindagi Opshi Nexia 1, Nexia 2 avtomobillarini chiroylatib, cho'tka etib reklama qilib beramiz. Kuzatib boraverasiz. Kelsangiz kredit, barter, naqd pul asosida mashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlarda ham shuningdek sotiladigan mashinalar bo'lsa, aziz yurtdoshlar, tavsiya qilamiz. Olib kelishlaringizni aytgasangizlar, kelishsak naqd pul xarid qilib olamiz. Kelishmasak sotib berish varianti orqali savdo qilib beramiz. Savdo zo'r. Donus motor 2014 yil ishlab chiqarilgan Pollux Nexia 2 yumshoq bo'lgan chexol polik metan gazlari bor. 119 ming yurib turibdi. Avtomobilimiz puli 66 million so'm. Xarid qilaverasizlar. Navbatdagi Nexia 2 2009 yil 123 ming yurgan kraskasida metan gazi bor. 56 million so'm. 25 million bilan kredit beramiz. 3 yilga chiqadi. 1 million 700 ming so'mdan tushib turibdi. Gibrid motor Nexia 2 yumshoq bo'lgan chexol poliklari bor. Pollux video registratorlari ham bor. Xarid qilaverasiz. Sotumizda Nexia 2 xarid qilishingiz mumkin. Bu tarafimizda yana Nexia 2 lüks konditsioner 2014 yil 190 ming yurgan klassik zanjirlarda bor. Yumshoq bo'lgan metan gazlari bor. Chexol poliklar tayyor. Gibrid Pollux Nexia 2 65 million so'm. 12 million bilan kredit beramiz. 3 million 100 ming so'mdan 3 yilga kreditga chiqadi aziz yurtdoshlar. Bemalol kelib mashinamizni xarid qilishlaringiz mumkin. Keyin sizlarga yana Nexia 1 bu tarafimizda. Nexia 1'imiz 2002 yil 200 milyon kraska zanjirlarda bor. Metan gazlari bor. Puli 33 milyon so'm. Sonus trambolyor Pollux Nexia 1. Balon, salon, metan setin hamma o'zlari tayyor. Zo'r yurib turibdi mashinamiz. Xarid qilishlaringiz mumkin. Bu tarafimizda bu Nexia satılıp turibdi bu aziz yurtdoshlar. Bu satilgan bu 2014 yil Nexia 2'miz. Pulsuz kredit berib ko'pmiz buni. Bu ertang olib ketadilar buni xudo xolasa. Bu tarafimizda 2014 yil Nexia. Bu ham pasportda satılıp turibdi. Pulsuz, 1 so'msiz. 2014 yil. Bu yerda 2012 yil 140 ming yurgan balon o'rta yangi chexol polik metani bor, kraskasi 5-10% bor. Donus motor Pollux lüks konditsioner Nexia 2'miz avtosavdoda 52 milyon so'm. 2012 yil lüks konditsioner Nexia 2. Kraska zanjirlarda medachuda bor. 52 milyon so'm. Aziz yurtdoshlar xarid qilishlaringiz 12 yil. Do'stlar, aytganimizdek bemalol tavsiya qilaman. Kelishlarni so'raymiz. Kelsangiz mashina ko'p. Har xil turli avtomobillarimiz mavjud. Kredit, barter, naqd pul asosida kelib mashinalarimizni xarid qilaverasiz yurtdoshlar. Kutib qolamiz, tavsiya etamiz. Kelishlarni yana marta so'rab qolaman. Rahmat do'stlar, kuzatib o'tirganlaringiz uchun.